ish yuzasidan, faoliyatimiz yuzasidan dehqonlar, tomorqa yer egalari, fermer xo'jaliklari vakillari bilan ko'p suhbatlashamizda. Ularda shunday tushuncha borki, mana yangilik bor. Lekin uni qachondir kimdir qo'llab, yaxshi natijaga erishsagina boshqalar keyin undan o'rganib ishlashni boshlaydi o'sha yo'nalishdada. Ungacha ishlamaydi. Nima uchun ularni ham to'g'ri tushunish kerak? Agar shu safar yangilik qilib ko'rib, shu yil hosil ololmasa, daromad ololmasa, bu uni 1 yillik daromad kuydi degani. O'sha uchun yangilik qilishga qo'rqadi. Siz qanaqa tavsiya berasiz yangilik qilish uchun ularga? Kimnidir yangilik qilishini kutib o'tirsak, biz qancha vaqt yo'qotib qo'yamiz? To'g'ri. Mana qarang. Biz ham shu sohada, biz ham shu yo'lda yuramiz. Qaysi ma'noda biz hozir Serbiyanikini ekyapmiz. Serbiyani Bolg'or qalamini ekyapmiz. Bolg'or tilimiz gaplashamiz. Bolg'or qalampir to'g'risida ekyapmizda gektarda 100-150 tonna olyapmiz. Yangilik qilamiz, kombayn olib kelamiz, terib olamiz. Lekin 15 kilo bolg'ordan 1 kilo tayyor mahsulot chiqadi. Bir oycha bo'lib qoldi, bizga Bolgariyadan investorlar keldi. Bolgariyadan. Keldi, ular aytdi, bizda dedi Bolg'or qalamini 5 kilodan olamiz dedi. 5 kilodan 3 barobar tejayapti mahsulot. Tejamkor. Biz aytdik, bo'lishi mumkin emas dedik. Bizda ulardan urug' oldik biz. Biz ham qo'rqamiz. Ulardan urug' olib bir yil 5 gektar ekmoqchimiz shunda. O'sha urug'dan, Bolgariya urug'idan ekmoqchimiz. Haqiqatan agar shu 5 kilodan oladigan bo'lsa, bu katta lekin oldiga siljish bo'ladi bu. Juda katta siljish bo'ladi. Foyda 3 barobar oshadi degan. 3 barobar oshadi foydaga. 3 barobar. Ya'ni o'sha tonna deyapti, butun Bolgariya shu sort ekan dedi. Uni suxoy 5 ton deymiz, shu ko'proq. Namlik ichida, namlik suv kamda, quruqlik ko'proq ichida. Agar shu narsa bo'lsa, biz sekin-sekin shunga o'tib ketamiz. Endi uni sinaymiz biz. Chunki biz issiqligimiz bor, O'zbekiston namlik harorati bor, buni suvligi bor. Iqlimimizga mos kelishi kerak. Moslashtiramiz uni, moslashtiramiz. Chunki biz mana Serbiyani moslashtirib oldik. Boya gapingizga endi isbotlarsiz aytaman. Mana juda ko'p farmonlar chiqdi, aytilyapti, tomchi sug'or joriy qilish bo'yicha juda ko'p subsidiyalar berilyapti, yengillik beriladi. Lekin ko'pchilik qilmadi. Men dedi, quloq boshidaman dedi, suvim ko'pman dedi. Shular ham bil suvsiz qolib ketdi. Hozir hamma endi o'ylanib qoldi. Demak, bu yechim ekan dedi. Bizga ajratilgan yer eng chekkasi joylashgan. Suv o'zi hech qachon yoqqa yetib kelmagan. Sizlar ancha oldin tayyor edinglar bu jarayonga. Biz unga ancha tayyorgarlik ko'rib, basseynlar katta qilib, nafaqat biz hozir aradan balki yomg'ir suvidan foydalanyapmiz. Ya'ni basseynimiz 26 ming tonna basseyn, bahorda yomg'irda yig'ib olingan 1-2 oy yetadi bizga. Ya'ni biz o'sha tabiiy yomg'irdan foydalanamiz. Bu yil mana ancha bo'kaga suvlar yaxshi yillar ham o'ylanib qoldi. Tomchilar joriy qilish kerak ekan. Chunki qiyin bo'ldi. Qurimagan ariq qurib qoldi. Bu narsani biz 5-6 yildan beri muhtaram prezident aytib o'tdi. Tomchilar suv o'tishi kerak, subsidiya berilyapti, qarorlar chiqyapti, banklar kreditlar beryapti. Lekin boya aytganingizdek hech kim amal qilmadi. Suv bor-ku dedi. Vaholanki tomchilatib sug'orishda joriy qilsangiz 3 barobar tejamkor. 3 barobar. Mineral o'tin tejamkor. Suvdan tejaysiz birinchi navbatda. Meva sabzavotda bitta katta muammosi bor, nyuansi bor, uni vaqtda suv berishingiz kerak. Soatbay suv berish, soatbay, kunbay emas. Paxta, g'allani 3 kun, 5 kun surishingiz mumkin. Buni o'sha aytilgan vaqtda, aytilgan soatida suv berish kerak. Bizda grafik bo'yicha qilingan, o'sha grafik bo'yicha 100 gektarda bizda bilasizmi, 8 ta suvchimiz bor, 8 ta suvchimiz. Boshqa suvchilar nima farqi bor? Ular ketmoni yo'q. Ratsa, remkomplekt, fanar 4 tasi kunduz, 4 tasi kechqurun ishlaydi. Toza kiyim. Toza kiyim. Mana farqi. Yosh o'sha yerda qishloq bolalar o'rgatdik biz. O'rgatdik. Bugunlikda 3-4 tasi Rossiyaga ishda bor, qaytib kelgan bolalar bor ichida. Ular ham o'rgan, boshqa Rossiya bormi? Men mag'lub shu tush bilib olyapman dedim. Ya'ni ish ham og'ir emas. Shuning uchun bunga ham kelamiz mana. Bu yil mana sekin-sekin ko'pchilik o'tishga majbur bo'lib qoldi. Suvni mana hech kim suv atalib bo'lgan yo'q bu. Tabiiy holat bu. Mana siz yirik tadbirkorsizda, hozir sharoitlar haqida gapiryapsiz, yangi texnologiyalar haqida gapiryapsiz va dehqonchilik sohasida qo'li loyga botmasdan ishlayotgan xodimlar haqida gapiryapsiz-da. Chunki sizda sharoit bor. Nima deb o'ylaysiz? Kichikroq tadbirkorlar yoki tomorqa yer egalari ham agar mavjud imkoniyatlardan foydalansa, shu bosqichga yetib kelish mumkinmi? Bilasiz, ular bilan hamkorlik qilish kerak. 30 sotik yer egasini gaplashamiz. 30 sotik yer bu yoshlarga ajratilgan yer maydoni. 30 sotik. 30 sotik yerda egasi agarda u erta bahorda ko'chat qidirsa pul topa olmaydi. Pul topsa ko'chat topa olmaydi. Ikkalasini topsa vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Oxiri bor edida keyin berib qo'yadi, makka qo'yadi, bir eng kam qiymatli
sabzavotini ekib qo'yadi. Nima qilishimiz kerak? Mana fikr. Ular kooperatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni 15 ta odam birlashtiramiz, 20 ta 10 gektar 20 gektar qiladi, bitta joriy qilinadi. Tomchi sug'orish. Ularga biz ko'chat beramiz. U daladan chiqish kerak emas. Bu meni fikrim bu. U ko'chat qilib berish kerak emas u. Ko'chat olib borib berish kerak unga. U ko'chat eksin, parvarishlasinda, yo biz kombayn qilib terib olamiz oxirida, yo o'zi terib beradi, agar qaysi ma'qul bo'lsa unga. Shunda u qanaqa daromad oladi. Shu 30 sotik yer egasiga texnika olish unga qimmatga tushadi. Uni qaytara olmaydi pulni uni. Shuning uchun uni biz markazlashtirishimiz kerak. Masalan, 20 gektar bitta qilib, bitta kooperatsiya 70 ta odam bo'ladi 20 gektaringizda. Misol 70 ta odamni gaplashib, kelishib, men buni bilasizmi, boshqacha fikr berdim yaqin yig'ilishda. Ma'qul keldi ko'pchilikka. Men aytdimki, endi bundan buyog'iga yoshlarga yer berishdi, turni o'zgartiringlar dedim. Ya'ni qanday qilib? Hozir qanday bir amaliyot bizda yoshlarga yer berilganda, keyin kooperatsiya qilar deyapti. Kooperatsiya qilish qiyin bo'lyapti. Chunki hamma yosh o'zining fikri bor. Yer meniki deydi, men xohlasam deydi, Sibirga ekaman deydi, xohlasam Makka ekaman deydi. Uni ko'ndirish kerak, tushuntirish kerak. Mehnat kamroq, osonroq shunaqa desak yo'lni ko'raman deyapti-da, lekin qiyinroq yo'lni ko'ryapti. Mayda, mulk daxlsizlik bor-da, bu yer meniki deydigan fikr bor. Men nima taklif berdim? Endi dedim, avval kooperatsiya ochib olik, unga rahbar tayinlik. Shu kooperatsiya yerda ajratilik. Yoshlarga 100 gektar bo'lsin. Yaxlit yer aytmoqqa 3 gektar, 5 gektar bo'lmaydi, 100 gektar. 100 gektarga bitta markazlashgan holda tomchi sug'orishni joriy qilaylik. Va o'sha kooperatsiyadagi ulushni auksionga qo'yaylik. Shunda, misol uchun 0.3% mi, 30% qanaqadir bo'lsa, yurishi shu yoshlar yutib olsinda, shu yerda a'zosi u, shu kooperatsiya a'zosi avtomatik ravishda. Endi bevosita ularni yig'ishga ham hojat qolmaydi. Qolmaydi, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni rahbari bor uni, mana biz sertifikatlarni ko'rdingiz, Global Gap, FSC bor, Kasher bor. Shularda korxona bemalol ola oladi. Hozir kecha kunduzda jahon bozorida qog'oz gapiryapti, ya'ni sertifikat gapiryapti. Sertifikatingiz bo'lsa, siz ishlaydi. Nima uchun biz kasher oldik? Amerika Qo'shma Shtatlari kasher talab qiladi. Yevropa FSC talab qiladi. Unda korxona egasi o'sha kooperatsiyaning rahbari ola oladi. Global Gap ola oladi, FSC ola oladi, kasher oladi. Chunki uni joyiga hammasi unga to'g'ri keladi. Endi 30 sotik yerni egasi ola olmaydi sertifikatni. Qiyin masala olishini. Uchun talablarni bajarishga talablari nima? Lekin kooperatsiya olishi mumkin. Olishi mumkin. Olishi shart deb o'ylayman kooperatsiyani. Ola oladi ham. Shunda talabgor, chet el investor, importyor kelsa, to'g'ri kooperatsiya bo'lsa, uni fikri o'zgaradi. Mana dedi. Ya'ni plantatsiya bor, joriy qilingan, odamlar ishlayapti. Ya'ni bunga bemalol shartnoma qilib, bunga ishonsam bo'ladi degan fikr paydo bo'ladi. Biz ham bemalol bo'lib o'sha kooperatsiya rahbari bilan uni qo'lda imzosi bo'ladi, pechati bo'ladi, shartnoma qilib, bunga pul qilsak ham bo'ladi, oldindan moliyalashtirsak bo'ladi ularda. Shuni ish yurib ketadi deb o'ylayman men. Men imkoniyatlar haqida gapirib o'tdingiz-da. Ko'p imkoniyatlar yaratilyapti dehqonlarga, fermerlarga, tomorqa yer egalariga, umuman agrar sektorga-da. Yana bir imkoniyatlardan birini yaratib berdilar-da prezident shu yilning boshida O'zagrostar Holding kompaniyasini tashkil qildilar. Va ular faoliyatini boshladi va jarayonlarda siz ham qatnashgansiz, fikr almashgansiz bizning kompaniya bilan. Bu imkoniyatga qanday qaraysiz? Qay darajada o'zini samarasini beradi deb o'ylaysiz? Bu juda to'g'ri fikr bo'lgan, mana shu korxonani tashkil qilish, chunki driver, lokomotiv kerak edi. Ya'ni ko'pchilikka kerak yordam beradigan agronomik сопровождение, urug'chilikdan, laboratoriyadan, kerak bozor yaratishdan bu narsani oddiy dehqon qilish qiyin. Mana biz hozir boshida Agrostar bilan biz hamkorlik qilyapmiz. Bu yil mana yana bir niyatimiz hamkorlik davom ettirishimiz hamkorlik bor. Men o'ylayman qanaqadir joyda kollaboratsiya qilamiz biz Agrostar bilan. Ya'ni hamkorlik qilamiz. Chunki bizning bozorimiz bor, plantatsiya bor, imkoniyat ishlab chiqarishimiz bor va shu bilan birgalikda qilish imkoniyatimiz bor. Qolganlarga tomorqa egalari ko'pchiligi nimadan qiynaladi? Mablag'dan qiynaladi. Mablag'dan qiynalgandan keyin ular topgan narsasini ekadi. Bilgan narsasini ekadi. Agarda ular boya aytganimizda Agrostar mana birishlar juda to'g'ri ish qiladi, ko'chat berib, ularda mahsulot berib, ularni olib, qayta ishlab, Agrostar tomonidan shunday imkoniyat berildi. Ya'ni tizim yaratildi. Ko'chat tarqatildi aholiga, ulardan mahsulot olindi va jahon bozorida bozor yaratildi. Ya'ni bitta tizim yaratildi. Aholi ham o'ylayman bundan keyin yana o'sha talab oshib boradi. Ular ko'chatiga ham, ular tomonidan beriladigan xizmat turiga ham, urug'chilikka ham, doriga hammasiga. Chunki men ko'rdim, Agrostar juda to'g'ri ish qilgan. Har bitta mahallaga borib o'sha ofisini qo'yib, ular o'sha ofisda odam agar ofis bo'lsa ishonch paydo bo'ladi-da endi. Mana dedi ofis bor dedi, biz kerak paytda bor, qanaqa savol beramiz dedi. Ehtiyojimizni ayta olamiz dedi. Maslahatini ola olamiz dedi, to'g'rimi? Men o'ylayman shu tomonda Agrostar juda katta oldiga qadam tashladi. Ilm asosida yondashish. Ilmiy asosda. Chunki qishloq xo'jaligida ilm kerak. U eski paytda o'tib ketdi.
mana haligacha eshitib qolamiz, ota bobolarimiz qilgan, ota-onalar qilgani yaxshi. Lekin innovatsiyani, yangilikni, texnologiyani avtomatlashtirishni tadbiq qilmasangiz, orqada qolib ketasiz. Nima yangilik topsangiz qilish kerak? Yangilik qishloq xo'jaligida. Qanchalik tanlar tushira olsangiz, shunchalik daromad ortib boradi. Qanchalik hajmni oshira olsangiz, daromad oshib boradi. Ya'ni eskicha primitiv usulda sug'arib, eskicha urug' ekib, dorini eskicha navlarni ekib. Mana biz nima qildik? Biz agronom keldi, butun yerimizni laboratoriya qildik. Shuni yerlarimiz bor ekan, dori solish ehtiyoji yo'q yerlarimiz bor ekan, dori to'yib ketgan dori. Solavergan o'sha haligacha bor, gektarga 1,5 qop, gektarga 150 deydi. U hech kim analiz qilmagan.